Yaxşımısızlar turdaşlar. Bugün so'zlaydigan darsimiz shu iPhone 7 yanfonninki modelini yasashi. Men buni buraya yasab, material chiroqlarni tangshab, hasillab chiqargan unum shu. Biz bir hasillab ko'rib boqaylik. Biz hozir shuningki modelini yasaymiz. Men avval yangidan bir maydon quray. Udul ko'rinish altida men mana rasmga kirib olay. Qanday rasm deganda mana to'rdim biz iPhone'ninki har xil rasmlarni tushirib olamiz. Mana men udul ko'rinishga kirib olay. Endi o'ng so'l ko'rinishga kiray. Mana ko'rinishim shu. Men endi udul ko'rinishninki o'rnini tangshaya. Knopkasdan Shift Win bassaq, mana chiqadi bejanga biz hozir kirgan rasm. Buni susroq qilay. Buning o'rnini o'ttiroq tangshab olay. Bo'ldi. Endi mana ko'rinishni tangshab olay. Bo'ldi. Buning suzukligini tangshab etamiz. Bunda suzukligini tangshab etsak, model qurgan vaqtimizda qulaylik bo'ldi. Men endi yangidan qurishdan Lifangtidan birini qo'ydim. Endi men udul ko'rinishini cho'ngaytib, buningki umumiy gavdasini bir chiqarib olay. Bo'ldi. Endi qalinligini tangshab olay. Bo'ldi. Endi ko'rib boqaylik. Mana hozir umumiy ko'rinish chiqib bo'ldi. Endi bu Lifangtini mana John Wick PNG düşen yeni tayyorligil bo'lgan obyektga aylantirib, mana shunzi, mana qiraltib turib, shunzi mana qanjon shunzini tanlab UB konib taxtisidan. Men mana 4 qirni tanlab oldim. Ondan udul ko'rinishga kirib, buning mana egmisini chiqaramiz hozir. Mousening o'ng knopkasini chekib, davjav. Mousening so'l knopkasini bosib turib, bundoq sursak bo'ldi. Endi bo'ldi. Endi biz mana shifini, mana siliqligini 12 qilib tangshaylik. Bo'ldi. Mana egmis chiqib bo'ldi. Qaraydigan bo'lsak, mana egma tek chiqmadi. Biz endi shunzini tanlab, mana 2 qirni tanlaymiz. Buni tanlab bo'lgandan keyin mana ko'rinishga kirib,
Mouse'ning o'ng knopkasini chekib, yana davjav. Buni tanishamiz. Bo'ldi. Mavni. Bo'ldi. Bu 12 bo'lsin. Mau 8 bo'lsin. Bo'ldi. Qarasak umumiy ko'rinishi chiqib qoldi hozir. Endi biz mau ekranni chiqaraylik. Mau yuzini bir tanlab o'tgandan keyin mau UL knopkasidan shunzini tanlab Shift knopkasini bosib turib qo'shib tanlaymiz. Bo'ldi. Mau birini tanlamay bo'ldi. Endi mousening o'ng knopkasini chekib, filli. Buni bir nusxa chiqarib oldik. Biz hozir tanlagan rayonni. Endi buni yoshirib qo'yib turib, mouseni delete'ni bosib o'chirib o'tma. Bo'ldi. Endi maqra olti turib, yana mau shunzini tanlab, bu qirini tanlagandan keyin mousening o'ng knopkasini chekib, mau yoki knopkasidan MO xodon. Biz hozir mauni tanlamay, mau o'ttirdikini tanlaylik. Endi mousening o'ng knopkasini chekib, xodon. Buni ostiga bo'ldi. Endi ustidagini tanlab kontrol knopkasini bosib turib ostiga ozroq tushiramiz. Bo'ldi. Endi yana mau qirini tanlab turib, mana mau qirini. Mousening o'ng knopkasini chekib, davjav. Buni muvofiq tanishamiz. Mau sal jiqilib ketibdi. Buni 7. Buni cho'nglab ketdi. 1'da 5 qilib baqay. 1'da 3. Bo'ldi, endi ko'rib baqaylik. Bo'ldi. Biz mau goli degandan vanga buni elitib turaylik, motor siliqchilarini. Buni yana chiqarmoqchi bo'lsak, golidan vangani bossak ham bo'ldi. Endi bayatda yoshirib qo'ygan qavatni ko'rsatib, endi mau ostidagini, buni ko'rinmaydigan qilib qo'yib turib, endi nimani chiqaramiz desanglar, endi mauninki oraliqini chiqaramiz. Buni yoshirib qo'yib turay. Endi mau bizning ekrani, endi mauni mashqisininki o'ttirdikini chiqaramiz. Mau o'ttirdikini. Qongan jo'siq yo'tkab, maqrin bir tanlab olay.
Kontrol knopkasini bosib turib, ozroq chiqaraylik buni. Yana ozroq. Endi buni sal kichikiltay. Mouseni sal ustiga ekan. Ondan yana kontrol knopkasini bosib turib, ma xato bo'lib qoldi. Bo'ldi ham shu. Ko'rib boqaylik. Buni davomli yoshirib qo'yib turib, men yana mavni bir nusxa ko'paytirib olib, mavni yoshirib qo'yib turay. Endi ma ustidagini ochamiz. Buni ozroq cho'ngaytay. Buningki maqraltib turib, maqrini tanlab, mousning knopkasini chekib, jav. Bo'ldi. Endi ma yoshirliq mavi biz yoshirib qo'ygan qavatni chep, buni sal ustiga. Buni kichikiltaylik. Ko'rib boqay. Mana bo'ldi. Mavni sal astiqroq tushiribtay. Mavni sal cho'ngaytirib o'taylik. Mav qir bilan teng bo'lsin. Buni mana ustiga destib. Mav ekrani. Ko'rib boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, maviga teng emasa, biz buni ozroq tengshaylik. Ko'rib boqay. Mavqirini tanlab, buni ozroq davja qilib o'taylik.
Endi bo'ldi. Bo'ldi. Endi buni birini saqlab qo'yay. Bo'ldi. Buningki asosli yeri chiqib bo'ldi. Endi ovoz tok manba deganlarni chiqaramiz. Mana men ekranninki maviyani mandaq kirvag'ini maviyani o'chirib tayli. Üstidagini o'chirib qo'yib turay. Astidagini o'chirib qo'yib turib. Mav qirini tanlab. Ko'rib boqayli. Müşahede destek toslam bo'ldi bu. Bo'ldi. Mana. Endi to'g'ri bo'ldi. Biz endi knopkalarni chiqaraylik. Mana knopkani. Men yangidan qurishdan Şinjongdan birini qo'ydim. Buningki o'rnini muvofiq tangshaymiz. Bunu aylandiray. 90 gradus aylandırımız. Ondan kichikiltay. Bo'ldi. Ko'rib boqaylik. Buni o'rnida matrib chiqaramiz. Mana. Endi buni tayyorligil bilan obyektga aylantirib, nuqta olti turib, buningki hamma nuqtalarini tanlab, mousening o'ng knopkasini chekib, mana davjo. Bo'ldi. Endi GA buni ichiga tashlaymiz. Buningki olti to'g'ri emas hozir. Mana 0 qilib
Mana buni sal ichkariga bo'ldi. Men bu ism qo'yib qo'yay. Ekran. Bo'ldi. Endi bor yangidan qurishdan bor. Mavi hozir biz mana mavi ovozni buning ichiga tashlaymiz. Undan mavi gavdasini, mavi butun gavdasini yanfunninki buni o'ttirsiq tashlaymiz. Qaraydigan bo'lsak, mana bu yerda bir o'yma shakllandi. Mavi borni bosgandan keyin biz yensang shindi bilan mavi nurg'unlagan siziqlarni yo'qotib bo'ldi. Endi biz mavini bir nusxa ko'paytirib olamiz. Buni sal kichikiltaylik. Yanlam mavning kirib mavning tangshaymiz. Mavni o'ttirg'iroq eklay. Ko'rib boqaylik. Buni sal sirt chiqaraylik. Yana ozroq chiqaraylik buni. Bo'ldi. Endi jiyan bosgandan keyin mavi fingding, yanjao fingding. Buni kichikroq qilib tangshaymiz. Endi kichikiltay buni. Mavi shingjoğni tanlab turib kichiklashsak bo'ldi. Ko'rib boqaylik. Bu bek kichiklab ketdi. Bo'ldi. Endi ko'rib boqaylik. Bo'ldi.
Endi mava kart saldıgan okurken bu yan çıkaraylı. Men mava Şinjan'ı köpeytey. Kontrol knopkasını basıp turup bir nusxa köpeyttim. Nokta altı turup astidagi nuqtalarni tanlab astiga tushay sal. Bo'ldi, qolgan yeri. Mavuni bir nusxaga yana ko'paytib, ichidagi Şinjan'ı yuvitib, mana kirib qo'yay. Buni bir nusxa ko'paytib, buni yoshirib qo'yib turmiz, el ishlatamiz buni. Mavninki mav fingdingni yo'q qilib o'tib, buningga ya'ni bordan birini qurib, buni ichiga tashlab, mav borni buning o'ttirsiga tashlaymiz, mana shu ikkisining. Mavni sal sirtqa chiqarib qo'yay. Mavni mavi birisini yoshirib qo'ygandan keyin mavninki fingdingi buni yo'q qilib o'tamiz. Mavi fingding alettilam to'sib oldi. Buni sal chiqarib qo'yay. Bo'ldi. Endi bordan birini qurib, mav o'ttirdikini buning ichiga tashlab, mav borni mav ikkisiniki o'ttirsiga tashlaymiz. Bo'ldi. Endi mav borni tanlab, yinsang şimdi bu yana yangi qurilgan mav qirlarni yoshirib o'tamiz. Bo'ldi. Endi bayatı yoshirib qo'yganni ichib, buni fingdingi mavi Şinjan tanlab turib, azroq kichiklayli buni. Azroq qilamiz. Bo'ldi. Buni sal sirtqa chiqarib qo'yay. Bo'ldi. Endi biz mavi teshikchani chiqaraylik.
Men mavo yönjüdün birini kurup bunu 90 gradus aylandıray. Bunu kichikiltib miyak to'g'rilib olayli. Buni yana davomli kichikiltayli. Bo'ldi. Endi buningga buningga bordim birini qurib buni ichiga tashlab mausni ikkisining o'rtasiga tashlab qo'yamiz. Mana chiqib oldi. Bo'ldi mana. Endi bu ovozini chiqarayli. Buni davomli saqlab mangimiz. Bo'lmasa o'chib ketib qolsa, avarchilik bo'lib qoldi. Endi bu knopkalarni chiqarayli. Men bu resimning o'rnini yo'tkay. Bo'ldi. Buning bu usul o'xshash. Men bu Shanjangdan birini ko'paytay. Bugün birlam ko'paysakmi bo'ldi. Buni matrib chiqarib, buning o'rnini tangshaymiz. Biz avval mavini chiqarib o'taylik. Bunun yana birini ko'paytib, ostiga mavo plus olsun, mavo minus bo'ldi. Endi buningga bordim birini qurib mavo ishkilisini buni bir mavo nimaning ichiga, ya'ni kunzo duyshang bunda qilib o'tgandan keyin buni tashladik. Ondan mavo borni ikkisininki o'ttirsiq tashlaymiz. Bo'ldi. Endi buningki mavo yangidan qurilib olgan qirlarni o'chirib o'tamiz. Endi mavo ishkilisini bir nusxa ko'paytib buni kichikiltaylik. Shanjongni kichiklasak ham bo'ldi. Ko'rib boqaylik. Endi mavni yuqoriroq qilaylik. Bak cho'mib ketdi bu.
Buni sal ichigiroq ma'lum bir lam tangshib o'taylik. Ma'ni kichiklatmayapti qadaqa. Ko'rib boqaylik. Buni muttaham kichiklataylik. Bo'ldi. Endi bu ikkilisini tanlab, mana ko'ngbaydi bu mana ikkisiniki hozir bir atrat bo'ldi mana. Mush birini lam ozroq ichiga kirgizib o'taylik. Mana ustida birsi bor ras. Mana ustidagini chiqarib o'taylik. Mana uningdan birini ko'paytirib, buni sal ustiga, buni kichiklataylik. Bo'ldi. Buni ma'ning ichiga lam kirib o'taylik. Bu bo'ldi. Mana endi buningdan birini ko'paytirib, buni kichiklataylik. Mana shunjoqni tanlab turib kichiklatsak bo'ldi. Mana bu ost-ustiga tushadigan knopka. Bo'ldi. Endi mana hammasini tanlab turib, bularninki o'rnini tangshib o'taylik. Mana uni o'ttiroqroq eklab, ko'rib boqaylik. Mana bo'libdi. Mana bo'libdi. Mana bo'lmabdi. Mouse'ni sal cho'ngaytay. Bo'ldi.
Davamlıq saqlab mağımıza. Endi bu ast qismini chiqaramiz. Men bu resimni tangshay. Bo'ldi. Bu ovozning to'shchilarini chiqaraylik. Yuanjudan birini qurib, buni muvofiq tangshab, bo'ldi. Buni o'rnini tangshab deylik. Bo'ldi. Azroq kichikiltay. Bo'ldi. Kontrol knopkasini bosib turib, buni ko'paytiraylik. Bo'ldi. Bu yangilarning hammasini bir guruh qilib o'tay. Bo'ldi. Endi bordan birini qurib, buni ichiga tashlab, astidagi borni bundan keyin o'ttirsak tashlaymiz. Bo'ldi. Mana endi meniki yangi maqirlarni eləyitimiz, sızıqlarni. Mana bo'ldi. Endi bu to'qqiz saldiga yere. Bu yerga bundan birini ko'paytirib chiqay. Buni aylandıraylik. Evet, 90 gradus aylandırgandan keyin bununki o'rnini tangshab, bo'ldi. Buni ustigirak. Buni bu kondishonning ichiga tashlab deylik.
Yani biz ma grup qilib olgan yuanjutiningki ichiga tashlab etsak bo'ldi. Bo'ldi mana. Endi buningdan yana bir nusxa ko'paytirib olamiz. Buning mana Şinjan'ı tanlab kichiltaylik. Mana üst ko'rinishdan bo'ldi. Biz buni mana finding deb tanishib, mayadan mana yuanjao findingga biz yuanjao. Mauni 0. Bo'ldi. Endi buni tayyorligil bo'lgan obyektga aylantirib, ma uchlisini tanlagandan keyin duyshangdan lenji, duyshang shancho. Ondan buningki buning ham yerini tanlagandan keyin mousening knopkasini chekib jiya. Buni astig'roq tushiraylik. Ondan buningki mouse sıqlan tanlagandan keyin mousening knopkasini chekib Davjao. Ma o'tirsa bunda konga, ya'ni quruqlab qapti mana. Buni tashib etaylik. Mousening knopkasini chekib mana Fengbi do bian xin kongdong. Buni mitiyutay. Buni mitiyutay endi ma o'ttirini tanlab kontrol knopkasini bosib turib mana pastga tushib etsak bo'ldi. Endi ma ikki qirini tanlagandan keyin mousening knopkasida Davjao. Bo'ldi. Ko'rib boqaylik. Bo'ldi. Buningki ma ichini sal ichigaroq yig'ib qo'yay. Buni ozroq kichiltay. Bo'ldi. Endi Mao Xinjiangdan birini ko'paytirib elib chiqib qani bu
Bunu 90 gradus aylandıray. Bunun o'rnini tanışıp olaylik. Endi jiya bunu sal kichiltay. Bo'ldi. Ma'nunki o'rnini tanishib qo'yay. Qarasak hozir ba'zi yerlar o'xshamayotgani. Biz buni tanishib qo'yaylik. Bu qaysi o'g'itdi bu? Buni buningki mana bu cho'ng kichikligini tanishib qo'ysanglar tanishigil bo'ldi. Mana bu ikkilisini bo'ldi. Mana bu ikkisi yana bor ekan. Bunimi o'xshash. Bo'ldi. Bu tanishib bo'ldi. Ko'rib qo'yaylik. Bo'ldi. Chatoq yo'q. Mavo. Endi bo'ldi. Mavo mush joyida turaversin. Bo'ldi. Endi Mavoninki maxini chiqarib qo'yaylik. Bu yerda ikkita max bor. Biz buni mashinadan bilan chiqarib qo'yaylik. Ee, 90 gradus
Buni azroq tanishib boqaylik. Endi GI bo'ldi. Buni yoshirib qo'yib turib, biz yuanjudan birini quramiz yana. Buningki o'rnini tanishib, bo'ldi. Bo'ldi. Endi mavuni ochib, buni kichiklaylik. Buning o'rnini tanishaylik. Bo'ldi. Buni sal ustiga kichik o'g'aç ko'rinmay qolibdi. Bo'ldi. Endi qurdig'imiz yana bo'ri. Mana buni sal kichiklatay. Bu tanışak buzilib ketibdi. Maliyatda tanishib olaylik. Bo'ldi. Mana buni bir nusxa ko'paytiraylik. Kontrol knopkasini bosib turiblar. Ko'paytirsak bo'ldi. Ko'rib boqaylik. Bo'ldi.
Endi mavi aparat men mavi rasmninki avvalma oldini biroqlam bitkizib o'tay. Mavi yerini chiqaraylik. Mavi barmoq tanıydigan yerini chiqaramiz hozir. Yangidan birini quray. Buni 90 gradus aylantiray. Buni tashaylik. Bo'ldi. Men endi mavi bordim birini qurib buni ichiga tashlay. Endi mavi ekranni bu ikkisini o'ttirsak tashlab qarasak yanlam bu mavi yerda bir teshik ochilmadi. Biz mavi o'ttiraya buni mo tashlab mavi ikkisini bir grup qilib qo'yay. Mana bo'ldi hamsha. Endi yana birini ko'paytirib maviningdan buni ichiga kiray. Buni tayyorlik bo'lgan obyektga aylantirib buni kesaya. Bu yerden bir kesip mavi o'ttirdikini tanlab buni astiga buni astiga tushib oldik. Endi mavi o'ttir nuqtasi buni astiqroq etishaylik. Buni mo bir kesib o'taylik. Mavni sal ustigirak mav siziqni sal ustigirak buni astigiroq tushirib bo'ldi. Mav o'ttirni sal ustigirak chiqaray. Bo'ldi endi. Bu yerni bir kesib o'tay. Bo'ldi endi.
Qarasak, bu hozir tez yaxshi chiqmabdi. Masalan, qarab baqsaq, buga tez yaxshi chiqmabdi. Buni chikitini tanlab turib, bo'ldi. Chikitni sal ichiga kirgizib olsak ham bo'ldi. Buni bir siliqlab ko'rib boqayli. Qarasak, buningda yanlam bunda bo'lib qopti bu. Buni tengshaymiz, bunda bo'lib qolsa backside chiqib qoldi. Ko'p taraflik turib, men bu yerlarni tanlay. Delete bosib o'chirib etdim. Bu yerda buni o'chirib etdim. Endi mousening knopkasini chekib, Fengbi Dobianshin Kongdong deganini bosib, ya'ni itay. Ondan bu siziqlarni tanlab, jiya qilib ko'rib boqayli. Mousening knopkasini chekib, men o'ttirini tanlab, moya kavakkina taxi. Bu yanımı itibtay. Endi bo'ldi. 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 Endi biz mana quloq ovozni mana yana chiqaraylik. Shinjongdan birini qurib, buni kichikiltay. Buni tärlik bilan olib aylantirib, nuqta altı turib, buning nuqtalarini tanlab, mana 4 nuqtani teng tanlab, buni kichikiltay. Mousening knopkasini chekib, tavjav. Bo'ldi. Qani bu? Endi jiya bu jiyani birdan birini qurib, ichiga tashlab, mana bu ekrani, mana bu birini, bu ikkisining o'rtasiga tashlaymiz. Mana endi ko'rib boqaylik.
buni tayyorligini bildiği bitki aylandırıp deyip yana azırak tanışay. Ma üçlüsünü tanlap durup buni lence deyişen çençeğini bir obyekt aylandırıp dey. Endi manınki yanıdan qaytılgan ma sızıqlarını yoşurup deyip men buni sirttiga chiqarib olib turib, azroq tanishib o'tay, tanishadigan yerini. Nokta altı turib, mayan tanlagandan keyin bunday qilib qo'yamiz buni. Bo'ldi. Endi ko'rib qo'yaylik. Buning o'rnini buni ichiga endi bo'ldi. Bo'ldi. Bu chiqib bo'ldi. Endi biz apparatni chiqaraylik. Ma apparati men ma resimni o'rnini tanishib ma uning to'g'rilolay. Bo'ldi. Endi bo'ldi. Endi yana Xinjiangdan birini quraylik. Buni tayyorligini bildiği bitki aylandırıp nokta altı turib bir tanışib olaylik. Endi men tanlab turib Dojo. Bo'ldi. Bu apparatni matirib chiqaramiz. Ma resimni bo'ldi. Biz avval mush yerga yasavri pelyotga qo'yaylik. Endi yana jiya men ma shifin qurib yetibdimi? Jiya bo'ldi. Endi yana bordan birini qurib ma apparatni ichiga tashlab buni endi ma bu gavda bu qaysidan bo'lib ketdi?
Mana mavi ekan. Buni mana ikkisini o'rtasiga tushib buni mavi tarafga o'tkay. Buni ozroq kichiklaylik. Bo'ldi. Ondan mavi yangi qurilgan mavi chiziqlarni ilib endi biz rasmni ko'rib qo'yaylik. Mavi yerini chiqaramiz. Ko'rib qo'yaylik. Mana mavi yer. Mana men avval mavini birlashtirib o'tay. Buni qanday qilmaymiz deganda mavi hemen tanlab mavi tärligi bo'lgan obyektga aylantirib etsak bo'ldi. To'g'ri hamya. Endi mavi qirini topaylik biz. Mavi qirini tanlab kontrol knopkasini bosib turib kichiklaymiz. Ondan yana kontrol knopkasini bosib turib chiqaramiz. Endi mavini tanlab buni sal cho'ngaytib bo'ldi. Endi yana mavi qirini tanlab yana ozroq kichiklaylik. Kontrol knopkasini bosib turib endi mavi yo'tkashga tanlab yana kontrol knopkasini bosib turib ichiga bo'ldi. Endi mousening knopkasini chekib, yani itib o'tamiz. Bu yerdan bir kesib o'tay.
endi bo'ldi. Endi ko'rib boqaylik. Mavi ichillerini yasaymiz. Bo'ldi. Mana bo'ldi. Endi ichidagi apparatni chiqaramiz. Mavi yüzünü tanlagandan keyin buni sal ustiga chiqaray. Endi yuanjudan birini qurib, buni 90 gradus aylantiray. Buni bu yerga tangshaymiz. O'rinni muvofiq tangshaymiz. Bo'ldi. Endi buni bir guruh qilib o'tib, endi yana bordim birini qurib, buni ichiga tashlab, mousni o'ttirsiga bo'ldi. Endi mavi qirlarni yo'qitib o'tib, buni mod tayyorligi bo'ldi aylantirib o'tay. Ma uchun tanlab turib, lenje deyishang chancho bo'ldi. Endi mouse'ni knopkasini chekib, fangbi dobianshin kongdum. Mavni itib o'tay. Mavni itib o'tay. Bo'ldi. Endi mavi ikki yuzini tanlab, jiya ichiga bo'ldi. Bo'ldi. Endi mavi C4D'dan birini qurib, buni ben C4D ya'ni yarim sharch qilib
Buni 90 gradus aylandırıp bunu kichikiltay. Buni bu yerga bas keladigan holatda tengshab bunun o'rnini tengshayli. Buni tayyorligi bo'lgan obyektga aylantirib bo'ldi. Endi mau taraf kipirini ko'paytirib ko'rib boqayli. Endi mau ikkisini yana bir ko'paytirib buni aylantiray. 180 gradusga. Buni ichiga kiray. Avval buni kichikiltib olayli. Endi mauni yuyitib bo'ldi. Ma'nolarni ko'paytirib qo'yayli. Mana apparat. Endi men mau yerini itibtay. Mau hozir ishlimda bu. Buni qanday qilmaymiz deganda kontrol knopkasini bosib turib kichikiltib endi bo'ldi. Buningki mau yuzini tanlab mausning o'ng knopkasini chekib filli. Buni bir nus chiqarib olgandan keyin buni yoshirib qo'yib turib mau yuzini yuvitay. Endi mauni chiqardim. Buni sal ichiga ozroqlam samirtib qo'ysak ham bo'ldi. Buni tanlagandan keyin majjiga ko'rib qo'yayli. Bo'ldi. Buningga toming sayjidan biray. Buningda ikkisi bo'lib qopti. Bo'ldi. Buningki asosliq yasaydigan yerlarini yasab bo'ldik.
Endi umumiy ko'rinishini bir ko'rib qo'yaylik. Endi apparat tarafini ko'rib qo'yaylik. Bo'ldi. Mana bu yerdan chatoq chiqibdi. Bu qaysi bo'lib ketdi endi? Bo'lmasa biz buningga qaytadan bir ne qilib qo'ysak bo'ldi. Bu qirni men ma'ning qirini topay. Mana bu qirini tanlagandan keyin bu yerda yana bir qural bor, ishlatadiganimiz. Mingling, Wanggedim Mingling. Tichu Yangtiao. Mana bu yerdan bir mundaq mana bu Yangtiao. Bundan birini ko'chirib chiqardik. Endi jiya qilamiz. Mouse'ni 0. Mana 5. Endi ichiga kiray. Buni ozroq kichiltay. Bo'ldi. Buni tayyorlik bulg'ab aylantirib. Ma uchlisini tanlab, bir obyektga aylantirib buni. Duyshang, lenji, duyshang, shenchu. Ondan yanjudan birini qurib, buni 90 gradus aylantirib, kichiltaylik buni. Bunun o'rnini tangshab, qaysi bo'lib ketdi bu? Mavni mayaga chiqarib olay. Ondan buningga birdan birini qurib, ichiga tashlab, mana yanjuni mana o'ttirsiq tashlaymiz. Mana xato bo'lib qoldi. Yanjuni o'ttirsa. Mana bu yanjuni ostiga bizningki mavni o'ttirga. Bo'ldi. Mana bu yerdagi chiroq bir naslini biz buningki hosillash qismi, ya'ni buning material chiroq tangshab qilgan vaqtda chiqaramiz. Hozircha umumiy modelini chiqarib oldik. Har holda xil yaxshi chiqdi. Buning yana bir qildigan ish, qarasak bu bek qalayimqani, buni biz ozroq tuzab qo'yaylik. Masalan, ekrani mana bu bütün ekran
bo'ldi. Endi mavlaya mavuşçi buni bir bo'lib ketgan yan knopka deb qo'yay. Bo'ldi. Mavla mavni yuvsak bo'ldi-kan, hozir yasab bo'ldik emasmi? Bo'ldi. Mavi gavdisi ekan. Buni miyaga chiqolay. Buni knopka ekan. Buni chiqolay. Hammasini chiqib. Buni chiqolay. Mavi buni bir guruh qilib keyin apparat bo'ldi. Endi mavni yuvtay. Buningga qayta ism qo'yay. Mavi keyin apparat bo'ldi. Keyin apparatning qismlari ekan shuma. Buni mana ishga tashlaydi. Mavi keyin apparat to'liq bo'ldi. Mavi ovoz bo'ldi. Mavi yan knopka bo'ldi. Mavi umumiy gavdasi bo'ldi. Mavni bir obyekt qaylandiribdi. Buni yan knopkaning ichiga kiribdi. Mavi qaysi? Mavi mavi ikkisini bir guruh qilib manba mana yan knopkaning ichiga bo'ldi endi. Mavi ikkisi buni bir guruh qilib bu mix deb qo'yay. Mavi buni karta qo'yar ekan. Buni mavi yan knopka deganning ichiga kiryapti. Bo'ldi, butun knopka bo'ldi. Buni ovoz knopka. Buni shu yan knopkaning ichiga kiryapti.
Bo'ldi endi. Bu birisi. Bu manbaga tavakan. Bo'ldi. Bundaq ism qo'yib, retlik qilib olsak, keyin material tanishga vaqtildimi, nayt oson bo'ldi. Mana ko'rib qo'yayli. Bo'ldi mana. Biz kelarki soatlik darsligimizda shu holatda mana material tanishib, chiroq deganlarni dars qilib so'zlaymiz. Mesela bu qatimqi darsligimiz mushada yog'lashdi. Men buni bir saqlab o'tay. Bo'ldi. Yoqtirib ko'rishinglarni umid qilaman. Xayr xo'sh.